Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz hozirgi bu videomizda Just Market brokeri O'zbekistonda eng nominal brokerdan registratsiyadan o'tishni o'rgataman. Xo'p, qaranglar, bu Just Market brokeri bo'ladi. Exchange brokerlardan ko'ra normalniroq O'zbekiston kartalari bilan depozit qilib chiqarishlang mutlaqo komissiyasiz bo'ladi, qulayroq. Xo'p deganda bu brokerimiz XM brokeridan ham mashhurroq bo'lib ketdi. Exchange'dan zoda qoldirmoqda hozirgi momentda. Xo'p, bu brokerdan qanday registratsiyadan o'tamiz? Birinchi navbatda biz App Store yoki Play Marketdan Just Market deb qidirib olamiz. Mana ustiga qidirdik, mana chiqdi. Bu menda uстановка bo'lgan, sizlarda boshqacha bo'ladi. Uстановка qilishing kerak. Xo'p, uстановка qilganimizdan so'ng bu ilovaga kiramiz. Birinchisi Get Started, bu registratsiya qilishimiz. Pastda login bor, registratsiya qilganingizdan so'ng sizga login parol beradi. O'sha orqali bemalol o'zingiz shaxsiy kabinetingizga kirishingiz uchun. Biz birinchi o'rinda biz hali registratsiya bo'lmaganmiz. Get Startedni tanlaymiz. Bosinglar. Xo'p, bosgandan so'ng bu yerga o'zingiz shaxsiy emailingiz, o'zingiz Google account yoki iCloudingizni yozishingiz mumkin. iPhone bo'lsa iCloud, Samsung bo'lsa Gmailingizni yozishingiz mumkin. Xo'p, batga men o'zimni mana akkauntimni tashladim. Registratsiya ochib olganman buni video uchun. Xo'p, tarqab ketmaslik uchun. Xo'p, bu next bosamiz. Yozgandan so'ng next yozgandan so'ng bizning emailimizga avtomatik kod yuboradi. Uni qayerdan olamiz? Mana yo tepadan keladi yoki biza email iPhone'larda ko'proq iCloudga jo'natsalang email bo'limiga keladi, pochtasiga yoki Gmailga kelishi mumkin. Samsunglarda ko'proq shu Gmailga keladi. Xo'p, bunga kirganimizdan so'ng eng oxirida mana Just Marketda o'z logotipi bor. Directly email verification keldi. Ustiga bosib kirganimizdan so'ng mana bu joyda bizga kod keladi. Shu kodni nusxalab olib tashlaysiz. 512 497. 512 497. Xo'p, yozganimizdan so'ng bizga parol so'rayapti. Endi biz nima deymiz? Yotashev FX1. Xo'p, biz bu parolni yozdik. Saqlab qo'yishingizdan yaxshiroq bo'ladi. Screenshot qilib qo'yinglar bo'ldi. Xo'p, bu parolni endi pastida xo'p, next bosamiz. Bu parol saqlanish uchun eslangda qolishi kerak Yo'ldashev FX1. Sizlar o'zlaring xohlagan parolni. Xo'p, buni yozganimizdan so'ng next tugmasini bosamiz. Xo'p, nextdan keyin counter regulation. Xo'p, bizda davlatni tanlayapti. Bitta biz searchga bosamiz, qidirishga yoki o'zlaring mabitdan oxirroq sizlarga qidirib ko'rsatsam qulayroq bo'larkan. Oxirroqqa tushamiz. Mana bu O'zbekiston turibdi. Aunt Arabdan pastida. Ustiga bosamiz. Keyin next tugmasini bosamiz. Seni partner koding bormi deyapti. Yes ga bosamiz. Partner kod bu promo kodimiz. Promo koddan foydalansangiz qo'shimcha bonuslar taqdim etib turadi brokerimiz. Xo'p, batga biz hozir men Telegram kanalimga tashlab olganman. Promo kod mana o'zimizning Telegram ofitsialniy Just Market Telegram kanalimiz mavjud. Mana bu silkani kopyat qilib Telegramga tashlab olinglar yoki qidiruv yozsangiz chiqadi. Just Market uzib qilsanglar bo'ldi chiqadi. Xo'p, batga men tashlab qo'yganman. Mana shuni hozir men videoni nimasiga qo'yib qo'yaman. Betiga promo kodimizni bu orqali sizlar qo'shimcha bonuslar olishingiz mumkin. A4V9U0V7FN. Xuddi shu promo kodimizni yozamiz. Keyin next tugmasini bosamiz. Next tugmasini bosgandan so'ng ilovaga parol o'rnatyapti bitta kod. Xo'p, biz albatta xohlagan parolimizni o'rnatishimiz mumkin. Masalan, 111 qilib qo'yishimiz mumkin. Face ID qo'shmoqchi bo'lsangiz, set up Face ID. Xo'p. Go it. Bu ilovadan soобщение nimadir notification kelib turishini xohlasanglar, allow bosib qo'yasizlar. Bo'lmasam, xohlamasanglar notni bosasizlar, notni tanladim. Xo'p, bizda akkaunt ochildi. Ko'rib turganlaringiz Just Market ochildi. Biz verifikatsiyadan o'tishimiz uchun complete verification bosdik. Bosganimizdan so'ng emailimizga kod borib tasdiqlanishi kerak bizda. Birinchi navbatda xo'p, get start tugmasini bosamiz. Endi bizga aytyapti emailingga kod jo'nating deyapti. Emailga kiramiz. Xo'p, emailga o'tib olinglar. Sразу o'tib ketamiz. Emailga kirib olganimizdan so'ng bizda xo'p, shu kodni kopyat qilib tashlaymiz yoki yozamiz. Xo'p, bu kodni yozganimizdan so'ng bizda keyingi verifikatsiyaga o'tib ketadi. Birinchisiga first name ismimizni yozamiz.
ikkinchisiga familiya yoziladi, pastdagilarga oy kun o'zingiz haqingizda ma'lumotlar hammasi yoziladi. Biz yozamiz. Xo'p, endi bu yerga ism yoziladi, adres yoziladi, ayol erkak bo'lsa shuni to'g'rilab qo'yiladi va shaharlarni yozasizlar. Nomerni yozgandan so'ng verifikatsiyadan keyingi bo'limga o'tiladi, 3-bo'limga. Bu yerdan siz nimaga qiziqib, nima bo'yicha savdo qilasiz. Endi mana shunga qarab xohlaganlarga qo'ysangiz bo'laveradi. Qancha tajribalaring bor tradingga, 4 yil qo'ydik biz. investorlar qilib turasizmi yo'q? Ha, o'sha savol javoblarga o'zingizlar xohlagancha savol javoblarga javob bersangiz bo'laveradi. Minimalga maksimalga javob bersangiz yaxshi. Xo'p, endi complete verification tugatish uchun biza bosganimizdan so'ng mamlakat qo'yiladi. Nigeriya. Biz hozir boshqa shaxsning nomida ochilgan videoni edit qilib beryapmiz sizlarga qulay bo'lish uchun. Chunki biz hali verifikatsiyadan o'tib bo'lganmiz. Xo'p, bitta biz ID kartani tanlaymiz. ID karta bo'lganligi uchun pasportlaring bo'lsa, qog'ozli pasportni tanlaysizlar. Biz ID karta bo'lgancha ID kartani tanladik. Xo'p, endi biz xuddi shu holatga tushmasish kerak. Tanax tushish kerak deyapti tepada. Rasmlar ko'rgan bo'lsangiz, oldi va orqa tomonlarni bo'limga oldi qismini, keyingi bo'limga orqa qismini qo'yish kerak rasmni, pasportning rasmini. Xo'p, biz hamma ma'lumotlarni tekshirib chiqamiz. Xo'p, City Jos. Sizlar qaysi shahar bo'lsa, o'shani qo'yasizlar. Adresga viloyat, tuman. Pastga bank verification number. U bank nomerlang bo'lsa, bank nomer qo'yiladi. Bunisi ham shart emas. Adresni anaqa daniyamizni so'rayapti. Adresni danni Mayg'uni olishing kerak. Doimiy yashash joyi degan bo'limni olishing kerak. O'shani upload qilamiz. Buni qo'yish. Xo'p, biz 24 soat ichida tekshirib chiqar ekan. Odatda 7 minut 15 minutgacha vaqt olishi mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Biz verifikatsiyani tamomladik. Visa kartadan foydalanganlarga yaxshiroq deb tavsiya beraman. Birorta muammo bo'lsa, opisiyaniyada Telegram username bilan qoldiramiz. Yozishlar mumkin, bemalol yordam beramiz. Ozgina kadrdan chetlanmaymiz. Eng oxirgi verifikatsiyamiz qoladi. Qolganlaridan o'tib bo'lgandan so'ng start live check deb bosamiz. Undan so'ng hozir bosganimizdan so'ng bizada bu oyna ochiladi. Start live check. Xo'p, bizada bu oyna ochildi. Sen o'zing shaxsing tasdiqlab o'tdi bitta. Yuzingga face to'plash kerak. Xuddi shunday qilganingdan so'ng bizada uploading media bo'lyapti. Xo'p, verifikatsiyadan o'tish jarayoni. Bizada verifikatsiyadan o'tdi. Akkauntimiz tayyor. Bemalol savdo qilishlar mumkin. Agar real akkaunt ochish bo'yicha muammolar bo'lsa, YouTube'ga yozsangiz bemalol hamma foydali ma'lumotlar mavjud. YouTube kanalimizga obuna bo'linglar, podpiska bosib. Videodan uzoqlashmaymiz, qiziq ma'lumotlar oldinda. Agar savdo qiluvchilar bo'lsa, shu hozirgi o'rgatadigan real akkaunt ochadigan joyimda MetaTrader 5 belgilab ketsangiz bo'ladi. Login parol olib, serverlarni joy-joyiga to'g'rilab, xuddi XNS va XM so'zlaganday MetaTraderga ulaganda ulashlar mumkin bemalol. Muammolar bo'lsa o'zimga Telegram kanalga yozinglar. Sizlarga men YouTube kanalimda kelganlarga mutlaqo bepul xizmat ko'rsataman. Adminlarim mavjud. Xo'p, bizga endi nima kerak? Real akkaunt ochishimiz kerak. Real akkaunt ochish uchun xo'p, tepadagi real degan yozib turibdi raqam bilan. Atmetka qilib qo'yaman. Xo'p, biz o'sha knopkani bosamiz jigarlar. Xo'p, bosganimizdan so'ng plus turibdi, shuni bosamiz.
kreativ real akkauntni bossangiz MetaTrader 5 ga ulanadigan akkauntlar bo'limi ham chiqadi. Bemalol akkaunt ochib foydalanishingiz mumkin.